Yo, aka, rosa. Rastrojka e'lon qildim, faqat suyunib ko'ring. Tezroq, rosa. Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizlarga endi yangilikda ajoyibi Jack X8 modellarimiz Prontovar hamda Tentovka Bartoylarining yangi parchasi kirib keldi. Va bu modellarimiz uchun rastrojkani ham e'lon qildik. Hazillar to'g'ri eshitdingiz, rastrojka e'lon qilindi. Xo'p, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu modelimizning motori 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 144 tani tashkil etadi. Xo'p, bu modelimizda undan tashqari benzin yoqadi, shahar ichiga 10 tagina benzin rasxod qiladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, hozir bizda mana yangi Prontovar modellarimiz keldi. Ishlarini ham birdan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Budka xolodilnik, mas'ullik xolodilnik taqsimsiz bo'ladi. O'zining yoritgichlaridan jihozlangan material ancha mustahkam bo'ladi. Yonboshda, orqalarida eshiklari bo'ladi. Hozirgi kunda bu modellarimiz sotuvda nalichida tayyor. Atiga o'sha rastrojkani avtokreditni to'lovini amalga oshirib, yarim soat ichida bizning nomingizni rasmiylashtirib ketsangiz bo'ladi. Har doimgidek yana bir boshdan aytib o'taman. Balon hajmlariga keladigan bo'lsak, balon hajmi oldi 15 lik, orqasi 13 bo'ladi, orqasida qo'sh balon bo'ladi. Xo'p, orqasi resor bo'ladi, resorlari 2 pachkalik bo'ladi. Yurishini yumshoq qilib ta'minlab beradi. Bu modelimizni hozirgi kunda aytganimdek nalichda xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu modellarimizda servis xizmatlari, undan tashqari bemalol ehtiyot qismlarini ham originalini o'zimizdan kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Pachkada yaxshimas, hamda hamyonbop narxlarda olib ketishingiz mumkin. Davom ettiramiz. Qani keling, mana bu yerda esa Bartovoy modellarimiz turibdi. Hozirgi kunda sotuvda bular ham nalichda tayyor. Ana shu yerda mana 4 ta Bartovoy, 4 ta Tentovka. Ya'ni Prontovar modellarimiz ham bor. Bort hajmining uzunligi 370 bo'ladi. Eniga esa 175. Bemalol 2 tonagacha yuk ko'tarib bera oladi deb kitobida yozilgan, lekin aslida bemalol 4 tonagacha yuk bosib olsangiz bo'ladi. Salon qismlarida 3 kishi bemalol joylashib o'tirib ketaversa bo'ladi. Agarda 2 kishi bo'lgan taqdiringizda ham o'rtagi o'rindiqda yotqizib orqasidagi bardan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Konditsioner, pechka, undan tashqari magnitofon bilan jihozlangan, rollari elektron usilitillari bilan birga jihozlangan, tayyor turibdi. Zavodskiy tumankalar. Parasiga e'tibor berasiz, o'zini alohida bir dizayniga e'tibor berasiz. Juda bejirim ishlangan. Bu modelimiz har bir modellarga mana original qismlari bor deb aytib o'tdim. Kelib, bemalol ko'rib mashinani test drive'larini qilib, o'zingizga ma'qul bo'lsa to'lovni amalga oshirib xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari nafaqat bizda X200 lar bor. Jack istalgan turlarini bizdan topsangiz bo'ladi. Toshkent Motors Navoiy filiali Jack rasmiy diler sitasi bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda Jack M3, Jack M4, Jack J7 sedanlari, J6 crossover hamda T8, T9 pikaplari ham sotuvda tayyor turibdi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lgani yoki kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring, biz siz bilan o'zimiz aloqaga chiqamiz. Toshkent Motorsda qoling. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.